Assalomu alaykum. Planeta tur noldan terib qo'ydik. Bonni motor, rama, pama hamma yoqdan chiqib noldan bo'lgan. Xo'p. Torpedalar bonni ishlaydi. Pavorot. Bonni ishlamaydigan joyini o'zi yo'q. Xo'p. Endi yana nima? Keyingisi. Montajlar bonni bo'lgan. Ko'p bo'lmasa ham yillik tajribadan kelib chiqib yonboshga olib qo'yganman. Hozir mo'yka qildim mana. Suv tegmaydi, mo'yka qilsangiz bemalol solaverasiz bang'illatib. Taydagi ko'p narsa mana bitta mana. Relalar qurroq. Ko'ngil xotirjam turadi. Tegib qoldi, uzilib ketdi. Falon bo'ldi deyilmaydi mana. Pavorot relalar baqa tushgan. Xullas hozir yuvib bir qator keldik. Hop, mana vallar chotki, korpuslar chotki. Umumiy holati mana shu akalar sotiladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz tanigan, bilgan, minishini ko'rgan odamimiz bo'lsa garantiyasi bor. Tanimaganga garantiya berilmaydi, qanaqa minishini bilmaymiz-ku. Tanigan odamga garantiyasini beramiz. Sababi ponni noldan qilib chiqilgan, qatiga nima qo'yilgan, boshqa qo'yilgan bilinadi. Yurishlari yaxshi. Ammo matketkada, mototsikl atketka qilish kerak. Sal chiqib qoldi-yu, baribir ayab turgan yaxshi. Shunaqa akalar mana. Holat shu. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sotamiz.